mana iyudagi oziq-ovqat qo'l mevalar to'g'rirog'i bozoriga keldik. Iyu shahridagi qo'l mevalar bozori. Iyu fruit market. Xo'sh, apelsinlar, bananlar. Mana aravakashlar ham o'tirib olib arava haydashyapti. Kichkina arava, motorchasi bor. Qiynalib tortib ko'tarib yurmaydi. Zamonaviy aravalar. Mana bunaqa mevalar. Bu yerda obed mahal. Xo'sh. Mana EU fruit market. Tarvuzlar. Bizadagi xuddi Qo'rg'on bozoridagi holat. Mana xolam ham aravada ichida qilyaptilar. Ajoyib. Xo'sh, xurmolar mana. Xurmo sezon boshlandi. Greyfruitmi? Ajoyib. Mana shu joy ommalashgan arava ekan. O'tirib olib, haydab ketaverar ekan. Aroba. Vaznni ham o'lchirkan bu. Kiloni ham o'lchyapti bu. Mana ortilgan yukki vaznini joyida o'lchab, ko'rsatib olib ketaveradi. Ajoyib. Mana hozir Xitoyga Taroziy aravasida o'zimni o'lchayman. Toshkentdan ketayotganda 80 kilo edi. Hozir mana Xitoyga kelib, Xitoy ovqatlarini yeb 167 kilo bo'lib qolman. Bu aravalar yarim kilodan o'lchirkan. Aravalar har bitta yukni yarim kilodan ko'paytirib olar ekan. Bu yerda bizani yarim kilo, bularni 1 kilosiga to'g'ri kelar ekan. Ajoyib. Tarozisi bor, akkumulyatori bor. Istagan odam yurib qolgan joyga oladi. Aravakashlarning davri ketdi bu yerda. Bizani 1 kilo, ularda yarim kiloda o'lchanar ekan. Endi shunaqa. Chunki bular ixcham-ixchamda. 1 kilo oshchi 4 kishi yesa, 2 kishi yesa, bular yarim kilo oshchi 2 kishi yuradi. Mana ajoyib. Shunaqa mana. Har xil mevalar. Bu yerda asosan qo'l mevalar, shirin mevalar. Kivilar mana. Mandarino kividan xomrolari, pishganroqlari. Nima bo'ldi endi? Ajoyib olmalar bular. Do'lanaga o'xshagan. Mana shu trend bo'layotgan katta uzun. Angarli bozor. Hatto yaqinlashtirib oldi negadir ham. Ajoyib. Ana. Shu trend bo'lib turgan uzunlar.